Jigarlar sovg'a berish ekan deb hamma narsani berilavermaydi-yu, to'g'rimi? Mana mart oyida bayramlarimiz juda ham ko'p bo'lyapti. Sal e'tiborliroq bo'laylik, videoni ko'ramiz. Hurmatli ota-onalar, mana ochdim. Berganingiz oldi. 540 ming pul yig'ilibdi. 540 mingga bu haligi xafa bo'lmanglar, bu oldingi zabonda komplektida xafa bo'lmanglar. Shu pulni menga berib qo'yavermabsizlar, 540 mingni. Hozir umuman bu eng yomon ko'rgan rangim birinchidan bu rang. Mono materialni ko'ring. To'g'ri, sovg'ani afsuslanib qilish kerak emas, lekin men 540 mingga bitta gul bilan mana shu narsa kiyganim ichim achishyapti. Hozir men yonida ochib ko'rganim yo'q. Hozir mana ketgandan keyin ochib ko'rib, hozir mana bitta o'qituvchi kirdi, ko'ring mana bolalarim sovg'a qildi dedi. Shunday ochsak mana 540 minglik narsa emas-da bu. Hozir shu pulga shuni ko'tarib kelganiga